Kelin-kuyovlar aylanib kelib, shu yerda rasmga tushardi avvallari. Kimni esiga tushdi? Gapni bejizga kelin-kuyov, oila haqida boshlamadik. Bugun ham sizga foydali maydon loyihamiz doirasiga kiruvchi hamyonbop xonadonlarni taqdim etishda davom etamiz. Umumiy maydoni 39 kvadrat metrdan iborat 5 qavatli binoning eng tepasidan asli bir xonali, lekin 2 xonaga aylantirilgan kvartira sotiladi. Remontlari yaxshi holatda, svet, suv, gaz, kanalizatsiyadan umuman muammo yo'q. 5-qavatdan ko'rinadigan manzara juda ham ajoyib. Yuqorida aytganimizdek, remontlari chakki emas. Yaxshi jihozlab olib, yashashga tayyor holatda. Pastda xavfsiz bolalar maydonchasi va parkovkasi ham bor ekan. Narxini bor yo'g'i 20 mingga baholashmoqda. Bizning foydali maydon kanalidan deb so'rasangiz, kamaytirib ham berishar ekan. Qayerda deysizmi? Marg'ilon shahri Xiyobon ko'chasi 62-uyda. Mo'ljal Marg'ilon temir yo'l vokzali yaqinida, Burxoniddin Marg'iloniy xiyoboni yonida. Foydali maydon sahifamizga a'zo bo'lib kuzatishda davom eting. Hech qanday o'rtagashlarsiz sotiladigan uy egalariga to'g'ridan to'g'ri bog'lab beramiz.